Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Nazariy ma'lumot. Talmih. Talmih san'ati deganda badiiy asarda biror voqea hodisa, tarixiy fakt, adabiy yoxud afsonaviy qahramon nomini tilga olish yoki unga ishora qilib otish tushuniladi. O'zbek mumtoz adabiyoti namunalarini o'qiy boshlasak, ularda albatta ko'pdan ko'p payg'ambar alayhissalomlar nomlari, ular hayotida kechgan voqea hodisalar tilga olinganining guvohi bo'lamiz. Shoirlarimiz ko'pincha oz fikr-mulohaza yoki his-tuyg'ularni Farhod, Majnun, Vomiq yoki Shirin, Layli, Uzro kabi adabiy qahramonlar nomlari yoki ularning ishqiy sarguzashtlariga bo'glab ifodalaydi. Bularning hammasi talmih. Dinimiz tarixidan yaxshi bilamizki, Yusuf payg'ambar alayhissalomni aka-ukalari uzoqlardagi quduqqa tashlab keladi. Yuqorida ta'kidlanganidek, Yoqub payg'ambar alayhissalomning eng suyukli o'g'lidan ayrilgani, behad aziyat chekib, yig'layverganidan uning ko'zlari butkul kor bo'lib qolganidan xabaringiz bor. Lutfiyning korib otilgan xoh inonma radifli gazalidagi. Yoqub bikin ko'p yigidin qolmadi sensiz nuri basarim, xoh inonma. Baytida xuddi shunday yo'l tutilgan. Lirik qahramonning yori ishqida yig'layverishini xuddi Yoqub payg'ambar alayhissalomning o'g'li Yusuf alayhissalom dardida ko'z yoshi to'kkaniga o'xshatadi. Talmih san'ati asar ta'sirchanligini oshirishda alohida o'rin tutadi. Muallif kitobxon tasavvurida avvaldan shakllanib ulgurgan tayyor timsollar orqali o'z fikr-mulohazasi yoki his-tuyg'usini ifodalash bilan kuchli ta'sir o'tkazishga erishadi. Talmih san'ati hozirgi o'zbek she'riyatida ham ko'p qo'llanadi.